Xo'p, taksi park tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Keling ko'rib chiqamiz. Taksi park tanlashda birinchi o'rinda taksi parki servis xizmatiga qaraysiz. Siz Yandexga ulangani kelyapsiz, sizga tushuntirib o'rgatib qo'yaptimi, yo'qmi? Ko'p bizda shunaqa haydovchilar keladi, taksi parkda ulangan, lekin hech nimani bilmaydi. Qanaqa qilib ishlatish programmani, nimalar qilsa ko'proq daromad qilsa bo'ladi, qanaqadir muammolaringiz bo'lsa hal qilib beryaptimi, yo'qmi? Pul yetish, to'ldirishlarda muammolar bo'lyaptimi, yo'qmi? Masalan, aytaylik, Toshkentda haydovchilar ishlatgan bo'lsa, 70-80% gacha to'lovlar karta bilan bo'ladi va Yandex tomonidan bonuslar beriladi. Bu summalarning hammasini siz balansingizdan kartangizga yechib olishingiz kerak bo'ladi. Ko'p taksi parklarda shunaqa muammolar bo'ladi, pulini yecha olmaydi haydovchilar. Joyi kelsa haftalab yecha olmaydi. Birinchi joyda pul yechishda muammo bo'lmasligi kerak, ikkinchi joyda servis yaxshi bo'lishi kerak va komissiyasiga ham qarab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Masalan, bir xil taksi parklar bor, komissiyamiz kam deb hamma yoqda Instagramda, ko'chalarda reklama qiladi, lekin komissiyasini 1%, 2% qo'yishi mumkin, lekin sizdan boshqa joydan komissiya oladi. Aytaylik, Yandex tomonidan sizga bonuslar berilyapti, lekin o'sha bonuslardan ham taksi parklar komissiya olishi mumkin. Uni siz bilmay qolasiz va yashirin komissiyalari bo'ladi. O'shanga iloji boricha taksi park tanlashda adashmang. Agar Yandexda ishlamoqchi bo'lsangiz, bizlar bilan bog'laning, siz bilan ko'rishganda Yandexda gaplashamiz.